Assalomu alaykum aziz obunachilar, aziz yurtdoshlar. Bugun 16-may 2025-yil navbatdagi mototsiklimiz Farg'onani avariyaga sotildi. Ne'matullo ukamizga eng yosh xaridorlarimizdan. Ne'matullo yoqdimi? Ha, yoqdi. Qutlug' bo'lsin aka. Rahmat. Qayerdan bu eshitib keldingiz buni? YouTube'dan ko'rib keldik. YouTube'dan ko'rib keldingiz. Buni tapetalidan oldik, 2 motorligimiz. Rullarimiz qishda siydi, tapetali, maytfonlarimiz bor. Oyoq qo'yadiganlarimiz katta. Bortlarimiz 130 ga 220. Damastiska balonlarda, bortlari baland. Muslarimiz katta. Tiyagalari bor, oliy quruq yurganda lo'mbilab ketmaslik uchun. Murod aka, nechinchi olib keldingiz odam? Sanaga yo'q. Sanaga yo'q-a? Yaxshiligi uchun olib kelyapsiz aka. Yomon bo'lganda olib kelmasingiz, to'g'rimi? Yaxshiligi uchun. Nima? Murod akamiz bizning klientimiz. Amalda rosa ko'p odamga tavsiya qilib olib keladi. Mana qanaqa mototsikllar kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Pastga raqamlarni qo'yamiz.